Assalomu alaykum. Sizlar bilan Yoshlar telekanalida Agarda loyihasi. Payqaganingizdek, bugungi sonimiz aynan futbolga atalgan bo'ladi. Va sizlar bilan sevimli boshlovchilaringiz Mohina hamda Mirziyobek Husanov. Nega aynan Husanov? Familiyangiz boshqacha edi-ku, Mirziyo? Buni o'zimiznikilar allaqachon bilib bo'lishdi. Agar juda ham qiziqayotgan bo'lsangiz, izohlarda yozib ketishadi. Ha, tushundim men ham. Xo'p, mayli. Unda Agarda savollarni haqiqiy futbol muxlislari bilan davom ettiramiz. Albatta. Qani ketdik. Janob Hormen, charchamayapsizmi? Maylimi? Ikkita savollarimiz bor edi futbolga aloqador. Futbol kuzatib turasizmi o'zi? Ozmuncha. Hozir O'zbekiston mana terma jamoasi jahon chempionati bilan kuzatasizmi o'yinlarni hozir? Ha, kuzataman. Ana, endi savolimiz aynan siz uchun atalgan ekan. Xo'p, birinchi savolimiz agarda Bilmiyorum, esime qoldi. Nima edi savol? И давайте все вместе. Agarda O'zbekiston terma jamoasiga bitta istalgan futbolchingizni qo'shish imkoniyati berilsa, siz uchun kim bo'lardi? Kimni qo'shgan bo'lardingiz? Bilmadim endi bu hozir ancha zo'r o'ynayotgan o'yinchilarni taxminlab ko'rish kerak-da, saralab. Hozir aniq javob bera olmayman. Yaxshi playmaker kerak, sentrga. Masalan, qaysi bo'lishi mumkin? Masalan, Vitinha. Qaysi terma jamoadan? Fransiyada o'ynaydi, Portugaliyada o'ynaydi, hozir PSJda o'ynaydi. Zo'r savol bo'ldi lekin. Savol bermasdan oldin o'ylab yotdim o'zi. Buni qo'shish kerak, buni qo'shish kerak deb. Hech kimni chiqarmasdan Umar Ali Rahmonaliyev qo'shgan bo'lardi. Siz uchun. Siz o'z futbol o'ynab turasiz? Ana. Bo'lajak futbolchimiz. Muhammad Aziz. Jamoliddinov Muhammad Aziz. Jamoliddinov Muhammad Aziz. Sizni keyingi mana jahon chempionatlarida ko'rishni biz kutib qolamiz. Butun mana bizni kuzatib turgan O'zbekiston xalqi bu narsani kutib qoladi. Xudo xohlasa. Ronaldo. Albatta, Ronaldoni qo'shamiz va guruh bosqichida Ronaldo Portugaliyaga qarshi o'ynaydi. Istalgan. Hojmat yoki? Aynan nimagaligini aytib keting. Bilmadim, lekin o'yinlari yaxshi-da. Aha, adashmasam bu jahon chempionatiga guruhga qo'shilmadi. Aha, ana aynan shuning uchun qo'shgan bo'lardingiz. Agarda siz O'zbekiston terma jamoasini murabbiy bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Atletlar, ana javob bera olmaydigan atletlarni aytibdilar. Bor, to'p-to'p tayinlanib kelganmiz. Siz mana shu atletlarga hammasiga bilmasam lekin. O'ylab ko'ring. Yo'q, bilmasam. Men futbolga qiziqmayman-da, rostdan. Men qilamiz. Mayli, futbolchilarimizga omad tilab qo'ying. Omad tilab qolamiz bo'lmasa. Tilanglar bilan tilaydi-da. Tilanglar bilan tilaymiz, nima? Kanada bilan o'rtoqlik uchrashuv o'tkazmagan bo'lardi. Nega? Chunki raqiblar hech qanaqa raqibimizni guruhdagi Kanadaga o'xshab o'yin uslubi yo'q uni. Birinchidan, ikkinchidan sovuq o'lkaga olib bordik, issiqqa, futbolchilar charchadi. Bitta Eldor Shomurodov ustidan oshirib urilmagan gol uchun qancha negativ ketdi. Chunki ko'p futbol tushunmaydiganlar ham ko'ryapti hozir futbol. Shuning evaziga o'sha bilan o'ynatmagan bo'lardi. Muxlislar va futbolchilar o'rtasida ham futbolchilar ham sezib turadi baribir. Negativ bo'lardi. E'tibor qilmas bu, balkim baribir yurakdan sezib turadi. Shuni his qildimmi? Endi hozir bu unaqada malakam yo'q. Nasam bo'ladi shu, asosan hujumga o'zlarining unaqasi bilan kimdirlar shu malakasi bola bilan maslahatlashib ish tutadi. Mas'uliyat olmasligiga. Nega qiyinmi? Qiyin. Aynan nimada qiyinchiligi siz uchun? U bitta futbolchi emas, xalqqa mas'uliyat turadi, yo'q. Albatta. Tarkib boshqatdan almashtirardim askincha. Nega? Endi bir ikkita o'zgartirishni kiritish kerak. Baribir ketilmagan o'yinchilar bor bu yerda. Masalan, o'zingizning fikrlaringiz bilan bo'lsangiz. Yaxshi bir himoyachilar kerak bo'ladi bu yerda. Yaxshi yarimxonchilar bor. Vodiyda o'ynaydigan yaxshi. Shularni olib ketish kerak edi. Agarda O'zbekiston terma jamoasi jahon chempioni bo'lsa, mana shu jahon chempionatida ikkinchi bo'lib nima qilardingiz? Birinchi bo'lib aniq xursand bo'lasiz, hamma xursand bo'ladi. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Ikkinchi bo'lib men ham shunga harakat qilardim. Nimaga? Futbolga qiziqishga. Aha. Hozir unchalik darajada qiziqib olmayman, lekin undan keyin menda ham qiziqish kuchli bo'ladi. Ana, ismingiz nima aka? Hojiakbar. Mana Hojiakbar akamizni futbolga qiziqishlari uchun O'zbekiston terma jamoasiga omad tilab qolamiz, jahon chempionatini yutinglar. O'zbekiston yutib chiqsa agar hamma o'quvchilarimga o'zini olib beraman. Ana! Ikkinchi bo'lib Amerikaga ketaman. Amerikaga ketasiz. Ana, O'zbekiston jahon chempioni bo'lsa, ular Amerikaga ketadilar. O'zingizda nima deydi bunga? Men farqi yo'q.
Bilasanmi, sayoq yurgan tayoq yeydi. Ha mayli, men seni bu gal kechirdim. Yaxshi ko'rar ekan deb endi haddingdan oshma. Bilmadim. balki ayolingizga nimadir qilib berarsiz. Может быть. Masalan, Sovg'a. masalan. Shu bilan sovg'a qilib berardik. Keling, mana hozir butun xalqimiz ko'rib turibdi. O'zbekiston jahon chempioni bo'lsa, ayolingiz uchun nima qilasiz? Nima sovg'a beray? O'zidan Nima bersinlar? Nima bersak bo'laveradi. Agarda jamoamizni bitta so'z bilan ta'riflash kerak bo'lsa, u so'z qaysi bo'lardi? Bo'rilar. Zo'r, alo, chotki. Zo'r, kuchli. Bitta so'z kuchli. ta'riflashga til ojiz. Nav Niholmi? Yangi Nihol. Nav Nihol. Zo'r. Endi o'sib kelyapti-da, nasib Zo'r. qilsa. Terma jamoamizga omad tilab qo'ying bitta. Oq bo'rilar terma jamoasiga omad tilayman. Terma jamoaga har doim omad tilayman. O'zbekiston endi zo'r marraga keldi. Hozirgi kunda men o'ylayman, bu O'zbekiston terma jamoasi butun dunyoga tanildi. Hamma joyda ko'rib turibdi videolar, boshqa narsalar. Bundan keyin ham zo'r bo'lamiz o'ynaymiz. Hammaga omad. O'zbekistonning obro'yini ko'tarish uchun ularga katta omad tilayman. Nima deb o'ylaysiz? Biz jahon chempionatida yutish imkoniyatimiz bormi? Albatta bor. Omad tilaymiz. Birinchi safar shu самое главное omad. Shu guftiga по Tojikiston Бапежку, O'zbekiston ham Бапеж olg'a. Пожелания я желаю нашей команде Узбекистану, чтобы всегда процветали они, и чтобы всегда были на высшем уровне, и чтобы весь мир знал нашу команду, и чтобы всегда было прославление нашей команде. What do you want to ask? Well, about football, about Uzbekistan team. Oh, Yeah. nice. Unfortunately, I don't know anything about it, but my fiance would know. He's lying down there. Well, can we go together? You go, I'll take a picture. A few moments later. Okay, hello Uzbekistan team, all the best with the upcoming matches, all best wishes from Australia. Thank you. Well, I have another question for you. Well, if we give you a chance to add one player for our team, which player would you choose? Anyone? Anyone, I would say number 6. Who? I don't know the name, but plays well. Where does he play? In the soccer team, in the football team. That's mixed up. Number 6 from our team, right? Your team, yeah. Bizni jamoamizdagi 6-raqamni o'ynaydigan o'yinchi. Kim edi u? All the best. Thank you. Yana bir bor assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlari. Sizlar bilan qiziqarli intervyuni oldik. Siz nima deysiz, Mohina? Men hech nima deya olmayman. Biz bunday kelishmagandik. Qiyin bunaqa gapirish ko'rasizlar. Sharhlovchi bo'lish juda qiyin. Sharhlovchi bo'lish juda qiyin. Siz buni meni qo'limdan kelyapti. adashasiz. Hozir kelyapti, boshqa payt kelmaydi o'yin paytida. Xo'p, mayli. Bugungi intervyu qanaqa bo'ldi? Juda qiziqarli bo'ldi. Yurtdoshlarimiz futbol ko'rishmasa ham futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqqandan xabarligi bor va ularga omad tilab qolishmoqda. Men uchun juda qiziq bo'ldi. Albatta, barchamiz uchun va sizlar uchun ham qiziq bo'ldi degan umiddamiz. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizni o'z ijtimoiy tarmoqlaringizda ham kuzatib borishingiz mumkin va sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rganda ko'rishguncha.